Eslatib o'tamiz, siz O'zbekiston 24 telekanalida O'zbekiston vaqti bilan dasturini tomosha qilyapsiz va biz davom etamiz. Nigora, bilasizmi, dunyoda 100 metrdan baland sharsharalar soni minglab tashkil etadi-da va ular har yili o'z bag'riga millionlab insonlarni jalb eta oladi. Masalan, Venesueladagi Angel sharsharasini qariyb 979 metr balandlikdan quyilishi bilan dunyodagi eng baland sharshara hisoblanar ekan. Niagara esa har soniyada minglab kub metr suv oqimi bilan mashhur ekan. Yurtimizda ham tabiatning yana shunday betakror in'omlari borki, ular nafaqat yurtdoshlarimizni, mahalliy sayyohlarni, balki xorijiy sayyohlarni ham qiziqtira olmoqda. Shulardan biri Surxondaryoning So'lim tog'lari bag'rida joylashgan Sangardak sharsharasidir. Navbatdagi lavhamiz ana shu betakror maskandan. Tomosha qilamiz. Tabiat mo'jizalariga boy. Ulardan biri Sangardak sharsharasi. Siz bu yer haqida bilasiz, ko'p eshitgansiz. Ammo bu galgi reportajimizda biz mavsum uchun aholining sevimli manzillaridan biriga aylanayotgan ushbu sharshara haqida yana bir bor to'xtalmoqchimiz. Chunki bu yer haqida har doim to'lib toshib gapirish kerak. Atmosfera juda ham ajoyib, atrof muhit toza, havosi musaffo, eng asosiysi ob-havo bu yerda shunchalik salqinki, odamlar kelib soatlab tomosha qiladi, dam oladi va biz ham ijodiy jamoamiz bilan bu yerga keldik. O'zbekiston vaqti bilan tongi dasturi uchun esa maxsus reportajni e'tiboringizga havola etamiz. Surxondaryo viloyatiga borsangiz, har bir tuman o'ziga xos turizm nuqtasi bilan sizni jalb qiladi. Sariosiyoda esa ana shunday manzil. Bu Sangardak sharsharasi, tumanning haqiqiy tashrif qog'ozi. Sangardak so'zi ma'nosi bu fors tilidan olingan. Aynala tosh degan, Sangardak degani toshning ustiga aynalasan degan ma'noni bildiradi. Bu suvlar qayerdan kelishini hech kim bilmaydi buni. Bu tabiiy narsa, bu qanday manba yo'qda buni qayerdan chiqib kelishi. Mo'jiza. Mo'jiza. Doimiy suv oqib turadi. May oyidan ko'payadi. Iyulda oxirigacha mana shu holatda turadi. Iyuldan keyin sal kamayadi, qurimaydi. Qishga muzlaydi dedilar. Shunda tekis muzlaydi. Hisor tog'lari bag'ridan musaffo suv 150 metr balandlikda pog'onali oqib tushadi. Salqin iqlim va betakror manzaralar bu hududni yillar davomida sayyohlar e'tiboridagi manzillardan biriga aylantirdi. Buni quyidagi raqamlardan bilish mumkin. Birgina ushbu sharsharani tomosha qilish uchun 2025-yilda 248 ming mahalliy, 24 ming nafar xorijiy sayyohlar tashrifi kuzatilgan. Joriy yil yakuniga qadar bu ko'rsatkich yanada oshishi ko'zda tutilmoqda. Chunki sharshara atrofida va unga yaqin hududlarda bir qancha turizm maskanlari faoliyati yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa hududning turizm salohiyatini yanada yuksaltirishga xizmat qilmoqda. Sharsharaga qarasangiz shuncha maftunkor joyki, ob-havo juda ham toza. Kelayotgan odamlarni ko'rsangiz bo'ladi. Dam olyapti, qariyalar, hammasini ko'rasiz. Xuddi chet ellardan kelgan, Xorazmlardan kelgan, Qoraqalpoqlardan ko'ryapmiz, o'shalar o'tiryapti, gaplashyapmiz. Juda ajoyib joy deyapti, hammasi ko'ryapti. Ishbilarmonlar hozir juda katta maydonlarda ish olib boryapti. Hozir borib qaytib kelyapti. Uni ko'rsangiz, oldin Shveysariya, chet ellarda bo'lgan narsa hozir O'zbekistonda bo'lyapti. Juda ajoyib. Bu prezidentimiz qarorlari, bergan sharoitlar, yangiliklar hammasini rivojlantiryapti. Yaqin yillarda biz ko'rmaganmiz bunday narsa umuman. Mana endi ko'ryapmiz. Rohatlanyapmiz. Shunda dam olyapmiz kelib. Sariyaga kelib qolib o'ylayapmiz. Hozir bunday ekan to'g'risi. Sangardakda bunyod etilgan turizm obyektlari sayohatni yanada qulay va mazmunli qiladi. Osma dor yo'li, tomosha maydonlari, dam olish maskanlari va boshqa zamonaviy xizmatlar sayyohlarga tabiat qo'ynida maroqli dam olish imkonini bermoqda. Bunday infratuzilma hududning turizm jozibasini oshirib, ichki va tashqi turizm oqimini ko'paytirish uchun mustahkam zamin yaratmoqda. Kunlik hozir turist kelish oqimi kundan kunga oshib ketyapti. Sababi bizga mana 2023-yilda turizm qishlog'i berilgandan keyin bizga kanatga qurildi. Kanatning hisobidan kamida shanba, yakshanba kunlarda 10 mingta, 20 mingtagacha odam kelyapti. Ham mahalliy turist, ham chet el turisti. Shuni hisobidan mana kamida 150 ta uy mehmonxona qurildi. Hozir Sangardak mahallani yashash tarzi shu turizm hisobidan. Bu odam oqimi ko'paygandan keyin yo'llarimiz sig'may ketyapti. Shundan keyin taklif berdik. Bizga mana shunaqa do'konlar qurilmasa,
odamlar yo'llarni to'siyapti, mashinalar tirbandlik ko'payapti. Keyin shu bizning taklifimiz bilan mana shu yerda kamida bir 40 ta yangi zamonaviy do'kon qurilyapti. Turizm maqomi berilgandan keyin mana kanatga qurildi. Kanat yuqori qismida kamida 10 ta tadbirkorlarga joy berilganda, u yerda restoran qurildi, mehmonxonalar qurildi. Shuning hisobidan bizning qishlog'imizda yoshlarni kamida bir 100 ta 150 ta yoshlar shu yerda ishga ta'minlanganda. Sharsharaning betakror tabiati sangardakni asrab avaylash bilan birga undan oqilona foydalanish zarurligini ham ko'rsatadi. Hududda yaratilayotgan qulay sharoitlar sayyohlar oqimini oshirish bilan birga mahalliy aholining xizmat ko'rsatish va oilaviy tadbirkorlik orqali daromad topishiga imkon yaratmoqda. Bir so'z bilan aytganda, tabiatning noyob in'omi bo'lgan Sangardak bugun Surxondaryo turizmining eng yorqin timsollaridan biriga aylandi.